的梦太易碎，蝉鸣声叫醒了熟睡。日落下沉醉，光透过我指尖消退。展开涟漪，心如潮水，让时间不再乏味。晚风轻轻吹，想来一杯柠檬气泡水，一口夏天的陶醉，阳光真明媚，我和你刚好搭配，加点冰，有微醺的风味，不要再皱眉。你像气泡水，蔓延心动的滋味，发酵随风吹，我为你沦陷机会，等风醉，饮几杯情似水，温柔太零碎，收不回。Faqat sevgi uchun. Birinchi qism. Yuling. Senga yordam kerakmi? Rahmat, kerak emas. Qo'ysangchi, senga yordam beraman. Hozir men katta intervyuni bir qismi bo'ldim deb ayta olaman. Muharrir sizni tavsiya qilganini eshitdim. Siz jurnalimizning eng yaxshi jurnalistisiz. Bu intervyuni siz qilishingiz kerak. Yuling, bizni keyingi sonimiz sotuvi albatta osmonga ko'tariladi. Muharrir menga shunday muhim topshiriqni berdi. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Sen Shiyan bilan gaplashish imkoniyatini qo'ldan boy berding. Nega hali ham intervyu rejasini ko'rib chiqyapsan? Shiyan ehtimol noan'anaviy odamdir. Men qo'lyozmalarimni yana bir bor ko'rib chiqyapman. Ba'zi savollar juda oddiy ko'rinyapti. Ularni yaxshilashim mumkin. Yaxshimisan? Suhbatni boy berganing seni aqldan ozdiryaptimi? Agar sen buni mukammal qilsang ham, Shiyan senga qaytmaydi. Men bosh muharrir Minyu Yunchuanga qo'ng'iroq qilganini va uni tavsiya qilganini eshitdim. Demak, malakadan ko'ra tajriba muhimroqdir. Shiyanni yo'qotgan bo'lsam ham yana boshqa imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Taktika bilan bitta intervyuni olishing mumkin, ammo malaka senga ajoyib maqolalar yaratishga yordam beradi. Menga taktika yetishmagani uchun malakimni oshirishda davom etaman. Shiyan aslida qanday ko'rinishini ko'rishimga yordam bera olmasliging achinarli. Janob Shi, intervyu kechki soat 19:00 ga rejalashtirilgan. Jurnalist Yuling sizdan ofisga kelib intervyu oladi. Men Yu xonimni intervyu oluvchi sifatida tanlaganim, uni Financial Introduce bosh muharriri qattiq tavsiya qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Yu xonim turli yo'nalishlarda katta tajribaga ega va uning yozish sifati juda mos keladi. Agar bu shunchaki savol-javob bo'lsa, men bilan shaxsan uchrashishning hojati yo'q. Intervyu ma'rifiy suhbat va mulohaza bo'lishi kerak. Zeng xonimning intervyu rejasi menga yoqdi. Mas'uliyatsizligim uchun uzr. Men bularni qayta tartiblayman. Yi xonim, meni ko'rmoqchimidingiz? Mayli, xayr. Tasalli berishingiz shart emas. Tushundim. Men yaxshiman. Nimani tushunding? Bilaman, Shiyan bilan suhbatim haqida gaplashmoqchisiz. Men tushunaman. Yo'ling mendan ko'ra ko'proq tajribaga ega. Bundan biroz umidsiz bo'lgan bo'lsam ham, men intervyu rejasini yaxshilash uchun vaqt topaman. Shuning uchun afsuslanishga hojat yo'q. Keyingi safar puxtaroq tayyorlanaman. Bugun juda chiroyli kiyinibsan. Bugun yigitimning tug'ilgan kuni. Men unga chiroyliroq ko'rinishni istadim. O'ylab qarasa, bugun Shiyandan intervyu olganimda kechqurun yigitim bilan bayram qila olmasdim. Shuning uchun bu yaxshi bo'ldi. Ko'rib turibman. Nima bo'ldi, Yi xonim? Yunchuang xodimlari hozirgina menga qo'ng'iroq qilishdi. Ular kechagi intervyu haqida aytishdi. Shiyan seni tanlabdi.
Bu uchun. Bugun kechqurun yigitingning tug'ilgan kunini nishonlayotganing uyat. Vaqting yo'q deb o'ylayman, shunday emasmi? Shiyan meni chaqirdimi? Ha, u oxirida seni tanladi. Bu kecha uchun. Kechqurun bo'shmisan? Ha, vaqtim bor. Buni qila olaman. Ishonching komilmi? Ha. Ajoyib. Bugun kechqurun soat 7 da Shiyanning yordamchisi sen bilan tafsilotlar haqida gaplashadi. Yaxshi, men darhol tayyorlanaman. Shoshmay tur. Yigitingni tug'ilgan kunichi? Tug'ilgan kunlar har yili nishonlanadi. Shiyan bilan uchrashish esa kamdan kam bo'ladi. Iloji boricha tezroq yakunlayman. Balki yarim tunga u bilan nishonlashga ulgurarman. Bu haqiqiy Jen Shuyi. Janob, eksklyuziv intervyu uchun hisobot tayyor. Statusni asosiy konferensiya zaliga belgilaymizmi? Intervyu tushdan keyingi rejalashtirilmaganmidi? Birinchi bo'lim asosiy konferensiya zalini tushdan keyinga ajratgan edi, lekin keyinroq uni bekor qilishdi. Aftidan ular Liya Ying va Lian bilan uchrashuvlarini ertalabga ko'chirishgan. Ikkalasi ham ertalabdami? Shunday, tizim birinchi bo'limdan janob Feng tomonidan shaxsan qayta tashkil etilganligini ko'rsatdi. Mashinani biror joyda to'xtating, men kompaniyaga qaytishim kerak. Tushunarli, janob. Xonim nima bo'ladi? Uni o'zing borib olib, Shi oilasining saroyiga olib kel. Xo'p, janob. Ajoyib. Sen bu yil 9 ta sonning muqovasini himoya qilding. Bu bizning jurnalimizda misli ko'rilmagan ish. Hatto muharrirning rekordi ham bir yilda 8 tani tashkil etardi. Sen hali ham kofe ichyapsanmi? O'rniga buni ich. Lekin nima uchun yo'nchang to'satdan intervyu jurnalistini o'zgartirdi deb o'ylaysan? Bu degani xo'jayinni ko'zi o'tkir ekan. Shiyanni aytyapsanmi? Shiyanning ko'zi o'tkir bo'lsa kerak. Aks holda u bir necha yil ichida bunday muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lardi. Ammo u ham biroz g'alati. Miyu Group o'zini eng og'ir vaqtlarini boshdan kechirganida, u o'z oilasini kompaniyasini tark etib, yangi kompaniya ochish uchun ketadi. U nimani o'ylagan? U haqida mish-mishlar qanchalik ko'pligini bilasanmi? Odamlar uni qochoq shahzoda, xudbin qo'rqoq va boshqa nomlar bilan atashadi. Yana uni qiz do'sti ham bor, aktrisa Beylin. Aytishlaricha, u uni tashlab ketgan. Menimcha, u juda jasur. Shuncha shubhalarga qaramay, u baribir shu yo'lni tanladi. Bu katta jasorat talab qiladi. Liying bilan hamkorlikni yo'lga qo'ya olsak, bu biz uchun katta sharaf bo'ladi. Janob Feng, siz juda mehribonsiz. Axir biz bir oilamiz. Ha, biz ancha yillardan beri do'stmiz. Ha, shunday. Janob Shi. Menga oshxonadan 2 ta sovuq kola olib keling. Xo'p. Men oxirgi paytlarda Leying haqida maqola ustida ishlayapman. Ularning aytishicha, Yunchuang unga sarmoya kiritmoqchi. Sen Leying haqida bilasan, to'g'rimi? Ular so'nggi bir necha yil ichida katta kuchga ega bo'lishdi. Internetda Shiyanni birorta ham tiniq tasviri yo'q. U o'z biznesini boshlagandan keyin yana ham ko'rinmas bo'lib qoldi. Agar biz uni raqamli jurnalimiz uchun eksklyuziv video yoki audio asar yozishga majbur qilsak, bu albatta ko'plab o'quvchilarni jalb qiladi. Sen hali ham jurnalni yangilash haqida o'ylayapsanmi? Moliyaviy ma'lumotlar hamma bilan chambarchas bog'liq. Agar ularni yangilamasak, o'quvchilar bilan muloqot qilmasdan bosma versiyadagi kabi bir xil tarkibga yopishib qolamiz. Bu ulardan faqat uzoqlashishimiz uchun. Seni fikring to'g'ri. Ammo bizning jurnalimizda bu raqamli jurnalni yangilash uchun ishchi kuchi va moliyaviy mablag' yo'q.
Agar sen bosh muharrirni ishontira olsang ham u sendan so'raydi. Buni kim qiladi? Qanday qiladi? Pul qayerdan keladi? Buni men qilaman. Raqamli jurnalni yangilashga rahbarlik qilish qobiliyatim borligini yuqori martabalilar ko'rishini istayman. Shunda yangilangan raqamli jurnalni ishchi va moliyaviy ehtiyojlarni qondirishimiz mumkin. Bu katta jasorat. Olg'a, men seni qo'llab-quvvatlayman. Bizning joyimizga tez-tez kelib turishingiz kerak. Albatta. Salom janob Shi. Salom janob. Kola ichasanmi? Rahmat janob. Aytgancha, men yo'lda sen yangilagan ma'lumotlarni ko'rib chiqdim va bu juda ajoyib ish. Ha, biz uni kecha tugatdik janob. Lili, iltimos janob Chenni qo'shni majlislar xonasiga olib boring. Xo'p bo'ladi. Janob, iltimos men bilan. Janob Shi. Xo'sh, agar bizdan iltimoslaringiz bo'lsa, tortinmasdan so'rayvering. Axir Mingyu bilan munosabatlarimiz chuqur. Oxirgi 2 yil davomida otangiz bilan ham hamkorlik qildik. Albatta, o'sha paytdagi sharoitni hisobga olib ham biz sizga yordam berishni xohlardik. Shunday ekan, men bu safar birga ishlashdan ajoyib vaqt o'tkazishimizga ishonaman. Janob Shi, savollaringiz bormi bizga? Rahmat. Men Liying bilan bog'liq vaziyatni allaqachon ko'rib chiqdim. Lekin meni ko'proq qiziqtiradigan narsa sizning kompaniyangiz kelajakdagi yo'nalishlarga e'tibor qaratayotgani. Bizning kompaniyamiz sanoatda eng yuqori o'rinlarni egallaydi. Lian Technology'ga kelsak, ular ilgari bizning yetkazib beruvchilarimiz bo'lgan. Bu sanoat pozitsiyasiga bog'liq emas. Ma'lumotlarga ko'ra, agar sizning kompaniyangizning asosiy maqsadi kengroq jamoatchilikka xizmat ko'rsatish bo'lsa, keyinchalik ham texnologik taraqqiyot bo'lishi kerak. Biroq hozirgacha men hech qanday yechimni ko'rmadim. Janob Shi, gap shundaki, Liying bu tashkil etilgan kompaniya. Ularga sarmoya kiritish, sanoatga tez kirishimizga yordam beradi. Bundan tashqari, Liying Mingyu bilan yaqin munosabatlarga ega. Birgalikda ko'p narsalarni boshdan kechirishga. Ha, shunday. Bu tushunarli. Otam Liyingni juda hurmat qiladi. Biroq biznes bu biznes. Sarmoyaning mohiyati kelajakdagi qiymatni sotib olishdir. Agar Liying hamkorlikka erishmoqchi bo'lsa, asosiy texnologiyangizni rivojlantirish rejasini taqdim etishingiz kerak. Axir biz xayriya tashkiloti emas, sarmoya kompaniyasimiz. Shunday emasmi, janoblar? Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Janob Feng, iltimos janoblini kuzatib qo'ying. Janobli. Janobli. Janob Chen, iltimos bu yoqqa. Texnik yutuqlar ko'p vaqtni talab qiladi, ammo erishilgandan so'ng ular bizning mahalliy chip ishlab chiqarishimiz uchun inqilobiy turtki bo'ladi. Shuning uchun ishni yaxshi davom et va o'z patentlarimizni yarat. Sendan umidlarim katta. Yunchuang senga maksimal darajada yordam beradi. Rahmat janob Shi. Agar biz ilmiy tadqiqot ishlarini moliyalashtirish masalasini hal qila olsak, katta muvaffaqiyatlarga erishamiz. Ertaga yana Liyanga tashrif buyuraman. Keyinroq muhokama qilishimiz mumkin. Yaxshi. Endi men ketishim kerak. Janob Shi, men to'g'risini aytaman. Liyingning egasi otangiz va janob Dianning eski do'sti edi. Agar siz Liani tanlashni talab qilsangiz, boshqaruv kengashini ishontirish oson bo'lmaydi deb qo'rqaman. Uchrashuvlar sarmoyalarning asosiy qismidir. Agar siz potensial hamkorlar bilan uchrashuvlar jadvalini ham boshqara olmasangiz, loyihangizga qanday ishonishim mumkin? Mingyu sarmoyalari shaxsiy aloqalarga emas, balki kelajakdagi tendensiyalarga asoslangan. Janob Tian, janob Shi to'satdan bugungi uchrashuvimizga kelib qoldi. Salom janob Shi. Amaki, bugun meni olib ketishga va'da bergandingiz. Oxirgi daqiqada bir voqea yuz berdi. Endi meni yaxshi
yaxshi ko'rmaysizmi? Janob Shi, men ketishim kerak, keyinroq gaplashamiz. Xonimni tashlab qo'ydim. U siz uni shaxsan o'zingiz olib ketmaganingizdan xafa ekanligini yetkazib qo'yishimni so'radi. Yana boshqa narsa bormi? Ha, janob Guanji telefoningiz orqali siz bilan bog'lana olmaganini aytdi. U nimani xohlaydi? U bugun Warner Estate mehmonxonasida kechki ovqat beryapti va sizni ham kelishingizni so'radi. Men bandman. Janob Guanji shunday deyishingizni kutgan edi. Shuning uchun u sizga tanishtirish kerak bo'lgan muhim odam borligini aytdi. Mayli, bugun kechqurun qatnashishimni ayt. Kechki paytga rejalashtirilgan intervyu nima bo'ladi? Ularga vaziyatni tushuntir va boshqa vaqtga belgila. Tushunarli, darhol bajaraman. Azizam, sen bugun ortiqcha ishlamaysan, to'g'rimi? Shinjo, men senga aytgan Shiyan bilan suhbatni eslaysanmi? Hozirgina muharrir xabar berdi. U Shiyanning intervyusi uchun jurnalistni almashtirgan. Va hozir men Ammo biz tug'ilgan kunimni yiliga bir marta nishonlaymiz. Shinjo. Shiyan bilan suhbat uchun 2 oydan ortiq tayyorgarlik ko'rdim. Bu chindan ham kamdan kam bo'ladi. Uni o'zi maxsus iltimos qildi. Agar bormasam, keyingi sonlar uchun muqova hikoyamiz bo'lmaydi. Uni qancha qiziqarli yangiliklari borligini bilasan. U menga Yunchaga asos solgandan beri hech qachon intervyu bermagan. Bu uni birinchi eksklyuziv intervyusi bo'ladi. Yaxshi, keyinroq nishonlashimiz mumkin. Ishni tugatganingdan so'ng men seni pastda kutaman. Kechirasan, Shinjo. Kutilmaganda bo'ldi. Hech qisi yo'q, tushunaman. Sen bu intervyuga juda ko'p tayyorgarlik ko'rgansan. Bu imkoniyatdan foydalanishing kerak. Rahmat, Shinjo. Sening zo'risan. Suhbat 7da boshlanadi. Men uni 2 soat ichida yakunlashga harakat qilaman. Sen bilan tort tayyorlab, tilak bildirib shamlarni o'chirishga hali vaqtim bor. Ishing tugagach seni olib ketaman. Keyinroq joylashuvimni yuboraman. Sen ajoyibsan. Xo'sh, seni yigiting bunga rozi bo'ldimi? Ha, u meni tushunishini aytdi va hatto olib ketishini ham aytdi. Yigiting seni juda yaxshi tushunadiganga o'xshaydi. Mendan farqli o'laroq u senga juda mehribonchilik qiladi. Agar men uni bir marta turtib qo'ysam, nima sabab bo'lmasin mendan jahli chiqadi. Salom Zeng xonim, bu Mingyu Yunchuangdan Cheng Sheng. Salom janob Chen. Zeng xonim, bugun janob Shi shaxsiy sabablarga ko'ra intervyuni bekor qilishi kerak. Afsuski, intervyuni boshqa vaqtga ko'chirishimizga to'g'ri keladi. Janob Shi qachon qilishini aytdi. Keyingi hafta xuddi shu vaqtga nima deysiz? Yoki sizda keyingi haftada boshqa qulay vaqt bormi? Agar keyingi haftaga ko'chirsak, jurnalimizni keyingi soni uchun muqova hikoyasi bo'lmaydi. Janob Shi keyingi 2 kun ichida biroz vaqt ajrata oladimi? Qanchalik kech yoki erta bo'lsa ham, hatto 2 ta seans bo'lsa ham. Bu umuman ilojsiz deb qo'rqaman. Janob Shining keyingi 2 kunlik jadvali allaqachon to'liq band qilingan. Unda bugun kechqurun 2 soat vaqt bormi? 1 soat bo'lsa ham mayli. Kechki payt majburlab bo'lmaydigan shaxsiy uchrashuv bor. Haqiqatan ham afsusdamas. To'xtang. Shanshan, o'zing ajoyibsan. Shiyam bugun kechqurun qayerda bo'lishini bilishimga yordam bera olasanmi? Ha. Shiyammi? Men uni tanimayman. Lekin omading bor ekan. Men Shiyanning eng yaqin do'sti Guanji ekanligini bilaman. Bugun kechqurun Warner Estate'da shaxsiy ziyofat uyushtiryapti. Menimcha, Jengchendagi ko'pchilik odamlar Guan bilan aloqasi borlar ishtirok etadi. Shiyan u yerda bo'lishiga ishonchim komil emas. Unda omadimni sinab ko'raman. Bir daqiqa to'xta. Sen bugun yigitingni tug'ilgan kun kechasini nishonlashing kerak emasmidi? Sen uni garovga qo'ymoqchimisan? Axir Shiyanni garovga ola olmayman, to'g'rimi? Juda yaxshi. Mansabga intiladigan ayol eng jozibalisidir.
Yaxshi so'zlaring uchun rahmat. Warner Estate'mi? Yoqimli ishtaha. Tezroq kel. Janob Chen, xayrli kech. Men hozir Warner Estate'daman. Zen xonim, qanday qilib? Taklifsiz kelganim uchun afsusdaman, lekin bu shoshilinch masala edi. Iltimos, janob Shiga meni o'sha yerda kutishimni ayta olasizmi? Umid qilamanki, u meni samimiyligimni sezib suhbatga biroz vaqt ajratadi. Yaxshi, qulayroq joy topib kutib turing. Men borib janob Shi bilan gaplashaman, lekin u siz bilan uchrashishga ulgurishiga kafolat bera olmayman. O'ylashimcha, bu yerga behuda kelgansiz. Tushundim. Nima bo'lganda ham sizdan minnatdorman. O'ylaymanki, Guanji ziyofatni hammani bir joyga yig'ish va ovqat va ichimliklardan bahra olish uchun uyushtirgan. Bu oddiy bo'lishi mumkin emas. Men Yu Yuonni Guan Capital tomonidan maxsus yollaganini eshitdim. U moliya va iqtisodiyot universiteti professori. Faqatgina Guan Capitalni maslahatchi sifatida yollash kuchiga ega. Qarasam, Shining o'g'li ham shu yerda ekan. Uning o'g'li juda ishonchsiz. Ming Yu muammoga duch kelganida u o'z kompaniyasini ochish uchun ketdi. Ammo uni kompaniyani kuyovi va begonalarga qoldirishdan boshqa imkoni yo'q edi. Menimcha bu ikki oila yigitlari juda ham g'alati. Chet eldan professorni olib kelib, ular qandaydir to'lqinlarni qilishni rejalashtirayotgan. Biri qo'rqoq, ikkinchisi esa dangasa. Ular qanday qilib bu to'lqinlarni amalga oshirishi mumkin? Ular shunchaki o'zini ko'rsatyapti. Qani ketdik. Guanji yana kechikdimi? Janob Guanji tirbandlikda qolganini aytdi, lekin u 10 daqiqada shu yerda bo'ladi. Yana nimadir bormi? Financial Introduce'dan Cheng xonim ham shu yerda. U sizni kutayotganini aytdi va bugun kechqurun intervyu berishga vaqt ajratishingizga umid qilyapti. Chen Shuimi? Men senga intervyuni boshqa vaqtga ko'chir demadimmi? Men unga xabar berdim, lekin u intervyu rejadagidek o'tmasa, jurnalning keyingi qismi muqovasiz qolib ketishini aytdi. Shaxsiy jadvalingizni qanday aniqlaganini esa aniq bilmayman. Ertaga meni Lian Technology bilan uchrashuvim bor, shuning uchun bugun kechqurun intervyu berishga vaqtim bo'lmaydi. U haligacha ovqatlanmagandir. Unga ovqat va qaytarib olib ketish uchun mashina tayyorla. Bu yerdan taksi ushlash oson emas. Xo'p, janob. Ikki tomonlama fan nomzodi. Cambridge universitetidan iqtisod va moliya bo'yicha. Tez orada eng yosh professor bo'ladi. Qanday mukammal rezyume. Rahmat. Salomat bo'ling. Kechirasiz. Siz professor Yumisiz? Siz meni bilasizmi? Ba'zi maqolalaringizni o'qib chiqdim. Vintage texnologiyaga asoslangan moliyaviy innovatsiyalar. Bu nafaqat mikroiqtisodiyotga, balki kundalik hayotimizga ham o'zgartirishlar kiritishga yordam beradi. Men bu sohani juda yaxshi bilaman, chunki bu kundalik hayotimiz bilan bog'liq. Bu to'g'ri, shuning uchun ham men ushbu tadqiqot yo'nalishini tanladim. Ilgari moliya va kapital yuksak tushunchalardek tuyulardi.
Ammo hozir biz ular hayotimizni qay darajada o'zgartirishi mumkinligini o'rganyapmiz. Imkoniyatim bo'lsa, men o'zimni o'qishimga qaytib ma'ruzalaringizda qatnashishni istayman, professor Yu. Siz Moliya va iqtisodiyot universitetini tamomlaganmisiz? Ha, men hozir moliyaviy kompaniyada ishlayman. Men jurnalistman. Professor Yu, sizni WeChatga qo'shsam bo'ladimi? Janob Shi. Ha, Skype yaxshi. qilaman. Bu Financial Introduce'dan Chen Shuyi. Bajarildi. Chen Shuyi, sizni jurnalist deb saqlab qo'yaman. Rahmat. Chen Shuyi. Yil odami intervyusining g'olibi. Valyuta urushi haqida Chu Xingu. Ushbu maqolaning muallifi jurnalist Chen Shuyi. Men juda afsusdaman kechikkanim uchun. Guanji, sen bilan ot minmaganimizga ancha bo'ldi. Bu mening aybim. Kyonghaga borganingni eshitdim, shuning uchun qaytishingni kutayotgandim. Men endi qaytib keldim. Unda seni ertaga chavandozlar klubida kutaman. Bilishimcha, bu kechki ziyofat ommaviy axborot vositalari uchun ochiq emas. To'g'ri, men suhbatdoshimni kutish uchun shu yerdaman. Ish muhim, ammo sog'lig'ingiz ham muhim. Ahvolingiz uncha yaxshiga o'xshamaydi. Hech qisi yo'q. Dori ichsam yaxshi bo'laman. Unda kiraylik. Xo'p. Men ketishim kerak. Xo'p. Kel, ichkariga kiramiz. Janob Shi, Kechirasiz Cheng xonim, janob Shini haqiqatan ham bugun kechqurun vaqti yo'q. Lekin men eng qisqa vaqt ichida intervyuni belgilayman. Hali ovqatlanmagan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Borib avval ovqat yeng, men esa sizni olib ketish uchun mashina tayyorlayman. hammasi joyida. Meni olib ketish uchun kelishadi. Men juda yaqin edim. Hech bo'lmaganda qanday ko'rinishini ko'rishim kerak edi. Ancha vaqt o'tdi. Ha, albatta janobchijan. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Janob Wang, sizning ahvolingiz qanday? Salom, professor Yu. Xitoyga xush kelibsiz. Salom, janob Shi. Rahmat. Men sizning moliyaviy cheklovlarning ro'yxatga olingan kompaniyalarning moliyaviy xatti-harakatiga ta'siri haqidagi tadqiqotingizni o'qib chiqdim. Bu ko'plab ichki nuqtai nazarlardan farq qiladi. Bu o'tgan yilgi fikr edi, faqat biroz cho'zilib ketdi. Mening fikrlarim bu yil rivojlandi. O'zgarishlarni qabul qilish to'g'ri yo'ldir. Guanji sizni ishga olganidan xursandman. Sizdan maslahat so'rashim uchun imkoniyatlar ko'p bo'lsa kerak. Janob Shi, ortiqcha xushomad qilyapsiz. Yunchuangning kelajagi cheksiz. Biz bir-birimizdan o'rganishimiz mumkin. Darvoqe, men biroz avval Chu Xingu valyuta urushi haqida nomli maqolani o'qib chiqdim. Qarashlar keskin, yozuvlar ham tushunarli, ham iliq, bu juda ilhomlantiruvchi edi. Vaqtingiz bo'lsa ko'rib chiqishingiz mumkin. Men o'sha maqolani aniq eslay olmayman. Yaxshi yozilgan edi. Oldik. Xonimlar va janoblar, iltimos, e'tiboringizni qarata olasizmi? Bugun biz bu yerga yig'ildik va siz hammangiz Guan Capitalning uzoq yillik do'stlarisiz. Yil nihoyasiga yetar ekan biz samimiy hamkorlik uchun minnatdorchilik belgisi sifatida ushbu minnatdorchilik ziyofatini uyushtirdik. Shu bilan birga biz yangi do'stimiz, maslahatchimiz va moliyaviy professorimiz janob Yuni tanishtirmoqchimiz. Barchaga rahmat. Barchaga yoqimli hordiq tilayman.
Tanishtirishimga ijozat bering. Bunga hojat yo'q. Yuyon, u sen bilan uzoq vaqtdan beri uchrashishni xohlayotganini bilmaysan. Hatto qizlarga ham bunchalik ishqiboz bo'lganini ko'rmaganman. Siz menga xushomad qilyapsiz, janob Shi. Demak, biz bu vazifani hal qildik va men sen uchun ajoyib mutaxassisni taklif qildim. Dadam bizni qo'llab-quvvatlaydi, bu aniq. Shunday qilib, keyingi qadam Yunchuandagi eski odamlarni yutishdir. Otangga kelsak, hozircha shoshqaloqlik qilma. Hammasini asta-sekin bajaramiz. To'g'ri. Endi biz o'zimizni 3 ta qo'riqchi deb hisoblashimiz mumkin. Men senga o'xshagan ahmoq emasman. Mayli. Unda biz Jiang Chenning 3 ta mushketyorga o'xshaymiz. Bizni o'tkir aqlimiz bilan hech kim to'xtata olmaydi. Oldik. Shinjo, qayerdasan? Tirbandlikda qolib ketdim. Menga biroz vaqt ber. Iloji boricha tezroq yetib boraman. Mayli, meni izlamasliging uchun yo'l chetida turaman. Cheng xonim, ancha vaqtdan beri ko'rishmadik. Bu yerda nima qilyapsiz? Chindan ham uzoq vaqt, janob Chen. Intervyu uchun kelgandim. Oxirgi marta men uchun yozgan maqolangiz uchun sizga shaxsan minnatdorchilik bildirishga vaqtim bo'lmadi. Xohlasangiz olib ketishim mumkin. Juda mehribonsiz, janob Chen. Sizni boy tajribangiz menga porlash uchun joy berdi. Yigitim tez orada keladi, bezovta bo'lmang. Unda mayli, o'zingizni ehtiyot qiling. Xonim, yolg'izmisiz? Olib ketishimni xohlaysizmi? Yomg'ir yog'yapti, taksi topish oson emas. Minnatdorman, keragi yo'q. Yigitim tez orada keladi. Agar yigitingiz bo'lsa, nega bu yerda yolg'iz turibsiz? Yigitim bor bo'lsa, bu yerda tura olmayman deb kim aytdi? Nega Cheng xonim hali ham shu yerda? Unga mashina tayyorlamadingmi? U menga olib ketadigan odami borligini aytgandi. Shinjo, qancha vaqtda kelasan? Men muzlab qoldim. Nahotki u shu vaqtda bu yo'lda ko'chada turgan bo'lsa. Bundan tashqari, sovuq havo va yomg'ir yog'yapti. Taksi olish ham juda qiyin. Mashinani to'xtat. Yomg'ir yog'ayotganini bilaman, lekin men yigitimni kutaman. Ha, men yigitim bor. Rahmat, xayr. Bu bo'lishi mumkin emas. Hayda. U haqiqatan ham yigitini kutayotgan ekan. Uning gapi rostligini bilmagandim. Bugun men u bilan bir necha bor qo'ng'iroq orqali gaplashdim va osongina til topishganimni his qildim. Balki u bugun intervyuda muvaffaqiyatga erisha olmagani va u bilan kuni bo'yi suhbat qurishga urinayotganlar borligi, qo'shimchasiga havo sovuqligi uni biroz shoshqaloqligiga sabab bo'lgandi. Sen uni yigiti bor yoki yo'qligi haqida juda qattiq xavotirga tushganga o'xshaysan. Aslo unday emas. U juda chiroyli va o'z ishida malakali xodim.
Shunday ekan uning yigiti bo'lishi bu tabiiy hol. Demak, sen u chiroyli va o'z ishida malakali xodim deb o'ylaysan. Albatta, menimcha u hattoki muharrir o'rinbosari lavozimini egallashga ham loyiq xodim. Chenshing, men bir narsani payqadim. Nimani, janob? Senda mening yordamchim bo'lishdan ko'ra ko'proq g'iybatchi bo'lishga qobiliyating bor ekan. Kechirasan Shui. Bugun yomg'ir yog'gani uchun yo'l juda yomon edi. Kelayotgan paytim tirbandlikda qolib ketdi. Muzlab qolgandirsan. Men yaxshiman. Tug'ilgan kuning qanday o'tdi? Yaxshi o'tkazdingmi? Sevgan qizim meni tug'ilgan kunimda yonimda bo'lmadi. Men qanday qilib baxtli bo'lishim mumkin? Uzr so'rayman. Bugun sen bilan kim nishonladi? Yana kim bo'lishi mumkin? Jufingmi? U juda yaxshi atir ishlatar ekan. U yengil va o'ziga xos hidga ega. Uni ta'bi yaxshi ekan. Keyingi safar uni ko'rganingda qanday atir ishlatishini so'ra. O'ylaymanki, u senga ham mos keladi. Bugungi intervyu qanday o'tdi? Uzun hikoya. Bu haqida gaplashmaylik, bu meni xafa qiladi. Mayli, xafa bo'lma azizam. Nega javob bermayapsan? Ishdan keyin men senikiman. Ish qo'ng'iroqlarga ruxsat yo'q. Keyinroq men senga sho'rva tayyorlab beraman. Bu yaxshi, allaqachon kech bo'ldi. O'zingni yomon his qilyapsan birozdan. Shunda birga vaqt o'tkazishimiz uchun imkoniyatimiz ko'p bo'ladi. Nega bunchalar e'tiborlisan? Albatta seni sevganim uchun, tentakvoy. Haliyam tug'ilgan kuning. Tug'ilgan kuning bilan Shinjou. Rahmat azizam. Unda men uyga kiraman. Eshitaman, nima bo'ldi? Nima? Men tahririyatga xabar berishim kerak. Telefonim qani? Kasalxonami? Qanday qilib kasalxonada bo'ladi? O'g'irlashdimi? Mashinaga o'tirganimda telefonim qo'limda edi. Shinjou kasalxonada nima qilyapti? U kasalmi? Yoki avtohalokatga uchradimi? Chindan ham o'sha yerda. Takrorlangan litsenziya raqami
bunga aralashmaslik yaxshiroq. Ehtimol uning do'stidir. Do'stini ko'rgani kelishi mumkin. 情时不小心，我演错了戏，能否修正一个美好的结局？遇见你，走进你，爱上你，失去你，你独自离去，留我在原地，让泪挣扎落下。难道从此只是过客吗？心就像坠入了悬崖，痛吗？爱总让人像深陷流沙，越走近越无法自拔。别说放得下，别走远，好吗Birinchi qism tugadi. Sizlar bilan Mohidab jamoasi bo'ldi. Ovoz berishda Yao Yao, Hishik va Wednesday ishtirok etdi. Drama keyingi qismlarini VIP kanalimizda kuzatishda davom eting.情时不小心，我演错了戏，能否修正一个美好的结局？遇见你，走进你，爱上你，失去你，你独自离去，留我在原地，让泪挣扎落下。难道从此只是过客吗？心就像坠入了悬崖，痛吗？爱总让人像深陷流沙，越走近越无法自拔，越装作潇洒，越是放不下。